iste'molchilar yangi do'kon ochildi. King Grocery. Shu ham reklamami, ukam? Qo'lingdan kelmasa aytmaysanmi? Ha, Ulug'bek Qodirov og'aynim, Bobur, Mo'minlar bor, bratchikalarim. Taniysizmi ularni? Nima degani? Ular meni taniydi. Yaxshi-ku. Keyin bu yerga yana sotuvchi olish kerak. Ziyonur qayerda? Ziyonur o'sha o'zingiz joylashtirib qo'ygan marojin sotib yuribdi, ham Toshkent Citymi, Gangami? Anjom marojniylar bor mana, Anjom marojniylar. Hali ham Anjom marojin sotyapti. Bo'ldi endi, marojin sezon tugadi, do'kon kelib ishlasin. Hozir o'zim telefon qilaman-da, yo'ldan olib kelaman. Spiskani menga yozib yuborgan, hamma SMS qilib. Hop. 70-75. Nima qilyapsan? Assalomu alaykum aka. Jinni bo'lib qoldingmi? Yurma bunda. Mana shu do'kon. Keldinglarmi? Yurgan ekan Magicda, baqirib 70-75 deb jinni qo'yga o'xshab. Yo'q, marojin nima bo'ldi, marojin? Sezon tugadi. Bo'ldi, endi bugundan boshlab mana shu yerda ishlaysan. Ichkarida uniforma bor, kiyib chiqqin. Hop. Hozir yuk keladi, tushirib olasan, tushundingmi? Hop. Boraman. Lekin chiroyli do'kon bo'libdi lekin. Yoqdimi? Ha, zo'r. Mol keldimi? Ha. Keldi. Men tayyorman. Bo'larkan u. Yarashganda qara. Keyin to'g'rilab ol. Xullas, ukalarim uylaning aka, uylaning dedilaring, mana uylandim. Uylanganimdan keyin o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qoldim. Bu do'konni ochishimizdan maqsad yana hammamiz bitta joyda bo'laylik, birlashaylik deb ochdik. Asad, sen kassaga qaraysan. Ziyo, sen xaridorlarga qaraysan. Chiroyli qil muomala qilgan, tushundingmi? Kelgan odam chiroyli xush muomala bilan kutib olib, hamma qo'lida narsasi bilan chiqib ketsin, tushundingmi? Seni kassaga bekorga qo'ymadim. 30dan ochding ukam. Endi uylanishing kerak. Unda kelgan qizlarni ko'z ostingga olib qo'ysang, o'zi uylanmagan sovchini ko'rganmisan? O'zi bitta dona shlagingiz bor, shu bilan maqtanib yurasiz. Boshqa ishlagirman bor. Sovchilikka o'zim boraman demoqchiman. Bahodir aka, o'zi ne kinolarda o'ynamay qo'ydingiz? Yo o'zbek kino o'lganmi? Nafasingni shamol uchirsin. Bu qo'shimcha daromad. Men hali ham o'sha ishimni ishlayapman. Bor, klient keldi, bor qara. Bo'ldi, hozir.